Alloh taolo sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi, sadaqalarni foydasini ziyoda qiladi. Pul bor, uni aylantirish kerak, pul topish kerak, daromad qilishlik kerak. Yaxshi, bu bor, qilish kerak shunaqa. Xo'p, qanday qilsak to'g'ri bo'ladi? Shunda inson o'zini noqis aqli bilan eng zo'r yo'li deydi, prosentga berish ekan deydi. Berasan ekan, ishlamaysan ekan, srok kelganda pulni olasan ekan, zo'r ekan deydi. O'zi nima deyishlik kerak edi? Riboga berish mumkinmi? Shariat nima deydi bu masalada deganida to'g'ri bo'lar edi. Biz deydi, hozir kredit olganlarga yaxshi sharoit qilib berdik. 14%ni 10% ga tushirib qo'ydi desa, xursand, hali prosentga pul olganlar 4% tushib berdi. Voy, musulmon odamgachi 0.1% desa ham olmaydi. O'ylanib ham o'tirmaydi. Chunki u fikrini ishlatishi mumkin emas. Mo'minga Allohning hukmi turganda tamom, taslim bo'lishdan boshqa ish yo'q. Riboga pul berib boyayotganlar ehtimol hozir boyayotgan bo'lib ko'rinayotgandir. Allohning hukmi turibdi, xor bo'lishi aniq. Bu dunyoda ham, oxiratda ham.